Balakat. Fay, yasadi-yu. Boy, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana mashinangiz oti nima edi? Matizmidi? Ha. To'lashga ozgina qiyin bo'lib qolmasmikin? Aka, qo'lingizni olib turing. Xos telefon qo'ying, hal qilamiz. Bemalol. O'rtoq mashinani urib oldim. Mashina ham o'ziniki emas ekan-ku. Mani mashinamni haydab kelur, bunyodkor rayonidaman. Qarashin. Keldingmi? O'zingga hech nima qilmadimi? Hey, shunaqa bo'lib qoldi. Orqangdan baqirib qoldim. Tormoz yaxshi ishlamas edi mashinani. Oro bo'lsam, o'rtoq. Rahmat. Tegidan shamol o'tib tursin. Birinchi haydagan mashina Matiz bo'lgan. Bitta haydab keling. Gap yo'q. Hozir qaytaman. Voy! Faqat tormoz yaxshi ishlamasdi-da. Endi palakatda hozir hal qilamiz. Oke, bu Gentra'ni bamferi nech pul turardi? $100. 100 dollar. Mana bu 200 dollar. Qolganini etib-etiga ishlatib o'rarsiz ha mashinani. Bu temir aka, uzoqni yaqin qilish uchun o'ylab topilgan. Kibrlanish uchun emas. Charchamanglar.